Mani onamni xizmatini qilmayotgan insonmisan sen? Shunaqa bo'ldimi hali? Nima? Men o'zim bilaman. Xohlasam kelaman, xohlasam kelmayman, xohlasam birda kelaman, xohlasam umuman kelmayman men. Menga onamni xizmatini qilmaydigan xotin kerak emas, tushundingmi? Hey. Do'stim, tinchlikmi? Tinchlik emas-da. Xotinim onam xizmatini qilmaydi. Meni tergan. Kechqurun soat 1da kelyapsiz, boshqa. Men xohlasam kelmayman. Men erkak kishiman, ko'chadan arimayman men. Onam xizmatini qilsin bo'ldi. Do'stim, ayol kishiga ham ozgina mehr kerak-da. Qara. Ayol kishi bamisoli bir mashina bo'lsa, mashinaga qanaqa benzin qo'ysang, o'sha quygan benzinga qarab yuradi-da. 80 benzin qo'ysang chirillab yaxshi tortmaydi. 95 qo'ysang uchib yuradi. Ichiga chexollar taqamiz, to'g'rimi? Yangi kiyimlar degandek. Uni yuvib tozalagan sarimiz mashinamiz ochiladi, to'g'rimi? Ayol ham bir mashinada. Qancha mehr bergan saring ochilib yuraveradi. O'rtoq, qanaqa benzin, qanaqa 80, nimalar deb tashyapsan, Mayli, hop. Yur, onamni oldiga kirib chiqaylik. Seni bir duo qilar. Yur. Mana bo'ldi oyijon. Voy, umringizdan baraka toping bola. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Taningiz sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Oyijon, sizga bir umr xizmat qilishdan ham charchamayman. Nima yegiz kelyapti? Nima ovqat tayyorlab beray? Shuningina qilmasdan qila qoling. Xo'p, bo'ladi. Hozir. Sog' bo'ling bolajonim. Boringizga shukr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Voy, Yaxshimisiz? Bormisan bola? Borman. Yo'q bo'lib ketdi. Yaxshi, sekin yuribmiz. Sog' bo'l. Onajon, Labbay bola. Doston o'rtog'im uyda ozgina muammo bor. Hech shu ayol bilan kelisha olmayapti. Janjal. Bir do'stimni duo qilib qo'ying. Mayli bola. Bismillahirrohmanirrohim. Bir kun janjal bo'lgan uyda bolam 40 kun baraka ketadi. Hech qachon barakani ketkazmanglar. Janjal qilmanglar, har doim mehrli, oqibatli bo'lib yashanglar. Insof bersin avvalo o'zingizga. Ketingizdan ayolingizga insof bersin, sog' salomat, baxtli bo'lgaysiz. Amin. O'zimona, onajon. Labbay. Dan. Nuqul menga olib yurasan so'g'a. Olib yurasan. Onajonim, sizga doim sovg'a olib kelaman-ku. Siz xursand bo'lasiz-ku. Meni ishlarimda shunaqa baraka yog'ilib ketadi, shunaqa baraka yog'ilib ketadi. Voy, sen kelinimga bergin bolam. Kelinim meni xizmatlarimni qiladi. Kelinim taqsin yoshgina. Onajonim, O, bu sizni haqqingiz. Keliningizga ham bor. bormi? Qani? Undan yaxshi, rahmat. Rahmat Qarang, bola. rosa qo'lingizga Topganingga bosib. baraka bersin, bolajonim. Do'stim, men hozir shunday ayolimni oldiga o'tib kelay. Onasi? Labbay. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimizmi? Oyijonning garshoklarini tozalab qo'yayotgandim. Onasi. Labbay. Dunyodagi eng go'zal qo'llaringni menga uzat. Voy. Nimaga? Xo'p degan menga uzat. Xo'p. Bunaqasiga uzat. Go'zal qo'llarga mana bunday tillolar yarashadi. Buncha chiroyli. Oyijongachi. Oyijonga bundan zo'rini ol. Rahmat. Buncha chiroyli. Yoqdimi? Juda ham yoqdi. Yarashdimi? Zo'r. Endi tilloligi bilindi. Lekin meni qo'llarimdan ham chiroyli qo'llar ko'p-ku. Yo'q. Dunyodagi eng chiroyli va tilloga teng qo'llar bu qo'llar hisoblanadi. Chunki bu qo'llar meni onajonimning xizmatini qilyapti.
Boringga shukr. Ishlaringiz rivojini bersin. Boringizga shukr dadasi. Seni ham boringga shukr. Bo'pti, men ishga ketdim. Xo'p, yaxshi boring. Tezroq qayting, kelishingizga achchiqqina mastava tayyorlab qo'ying. Bo'pti, xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. O'rtoq, Ha? mana 95 bezinni quyib qo'ydim. Endi yelib yugurib xizmatini qiladi onam. Ha o'rtoq, boya to'g'ri ta'rifni berding. Ayol kishini bamisoli mashina deb hisoblasak, unga 80 qo'ysang qanaqa bo'ladi? 92 qo'ysang qanaqa yuradi? 95 qo'ysang qanaqa yuradi? Albatta 95 ta zo'r yuradi. To'ppa-to'g'ri, 95 ta zo'r yuradi. Da. O'rtoq, bilasanmi? Hozir seni ko'rib o'zim xatolarimni tushundim. Ayolimga uylanib, umrim davomida 95 benzin quyish o'rniga, hatto 92 benzin quyish o'rniga, hatto 80 benzin quymanmanmi? Mashina benzinsiz yurmasa, aman bo'lsa urib, tepib yur deb mana. Men endi bildim. Men endi 95 benzin quyaman. Uni yoniga mehr tomchilarini quyaman. Endi o'zingga kelding. Men ketdim. Do'stim, Men ketdim.